Sog' bo'linglar, marhamat. Hozirgi qo'shig'im uzoqlashib ketyapmiz degan qo'shiq bu. Endi hozir uzoqlashib ketmayapmiz, faqat telefonda yaqinlashib qoldik xolos. Telefon orqali yaxshimisiz, tuzuymisiz deb so'ralyapti, lekin bir borishga erinyapmiz. Hozir ishingiz bo'lsa ham telefonda aytyapsiz. Ilgari unaqa bo'lmagan, bir ishingiz bo'lsa borib o'sha bir 100 kilometrda bo'lsa ham bir kun borib ko'rib, yotib, keyin ishingizni bitirib qaytib kelarsiz. Hozir 1 minutda telefonda bo'lib ketyapti. Shuni shoir o'qishganda keyin men aytdim, shu she'ringizni menga bering dedim. Men qo'shiq qilib ko'raychi, balki ma'qul kelib qolar degan nima bilan olgandim. Ko'pchilikka ma'qul keldi shekilli. Marhamat, uzoqlashib ketyapmiz. Bu dunyodan sarosar yurib yelib o'tyapmiz. Ko'rinib turib birodar uzoqlashib ketdi. Borlaringizga. Bu dunyodan sarosar yurib yelib o'tyapmiz. Ko'rinib turib birodar uzoqlashib ketyapmiz. Goh qochgani urinib, goh borgani erinib, yaqin kabi ko'rinib uzoqlashib ketyapmiz. Goh qochgani urinib, goh borgani erinib, yaqin kabi ko'rinib uzoqlashib ketyapmiz. Sog' bo'linglar, ha? Jigarlarim opchi, birga o'sdik chopshi, endi eshik yopshi, uzoqlashib ketyapmiz. Jigarlarim opchi, birga o'sdik chopshi, endi eshik yopshi, uzoqlashib ketyapmiz. Men yuribman ne kuyda, ayolim sen ne uyda, yashab turib bir uyda uzoqlashib ketyapmiz. Men yuribman ne kuyda, ayolim sen ne uyda, yashab turib bir uyda uzoqlashib ketyapmiz. Yaxshi kunda bilgina, kelmaganam kimgina, og'ir kunda jimgina uzoqlashib ketyapmiz. Balkon bormi? Shahobiddin, ha? Yaxshi kunda bilgina, kelmaganam kimgina, og'ir kunda jimgina uzoqlashib ketyapmiz. Azzam so'zing haqiqat, har nafasing g'animat,
qayga ketsak ham faqat uzoqlashib ketyapmiz. Azzam so'zing haqiqat, har nafasing g'animat. Qayga ketsak ham faqat uzoqlashib ketyapmiz. Uzoqlashib ketyapmiz, uzoqlashib ketyapmiz. Ko'rinib tur birodar, uzoqlashib ketyapmiz. Uzoqlashib ketyapmiz, uzoqlashib ketyapmiz. Ko'rinib tur birodar, uzoqlashib ketyapmiz. Rahmat. Rahmat. Ilohim uzoqlashmaylik bir-birimizdan hech qachon.